Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan One PC Gaming kanalida ko'rib turganimda xursandman va Abbosdaman. Men bilasizlar, o'sha hamma tanib olgandir va aytmoqchi, bu kanalimiz 400 obunachi bo'libdi. Hammani tabriklayman. Bu hali kam, lekin prosmotri 10 mingta, 12 mingta, 1000 ta, 2000 ta yotibdi, lekin obunachilar soni kam nimagadir. Albatta obuna bo'lib qo'ying, buni o'zgartirdik. Xudo xolasa 1000 ta, 2000 ta obunachi qiladigan bo'lsak, zo'r yangiliklarimiz bor. O'shaning uchun men hozircha bu kanalga e'tibor kamaydi. Nimaga? Chunki hozir yangiliklar ketyapti. O'sha yangiliklar jarayonida o'sha yangiliklar chiqishi bilan biz e'lon qilamiz va albatta ungacha obuna bo'lib qolib aktiv ko'tarib tursangiz zo'r bo'lib ketardi. O'shaning uchun ham men eski videolarni qo'yib turdim. One PC kanalida endi faqatgina obzorlar chiqadi, gaming kanalida esa faqatgina o'yinlar chiqadi. Mendan, nafaqat mendan va yana bir necha blogerlardan chiqishi mumkin. Xudo xolasa bu hali sir hammasi, prostagina sizlar aktiv bo'lib tursanglar yangiliklarni tez orada mana shu iyunning oxirigacha e'lon qilib tashlaymiz. Bu hali yana bu hali to'liq ma'lumot chiqadi. Bu hali men prosta hozir nomiga gapirib ketdim. Hali to'liqroq lo'nda qilib tushuntiramiz. Bo'lmasam bu o'yinga kirdim. Nimaga mana shu o'yin yoqib qoldi menga. Esingizda bo'lsa biz yer kavlash o'yinini tugatib bitirgandik. O'shanga o'xshashroq o'yin. Qani keldik новая игра, nomi One Man's Trash. Короче, bitta erkak musor. Musorxonadagi bitta erkak bo'lsa kerak deb tushundim-da. Daily News, конечно, худо шунаqa во время весенней уборки местные жители по ошибке выбросили жесткий диск с номером криптовалюта tashib yuboribdi, ish qilib ichida криптовалюта bo'lgan ekan, жесткий diskida. Отчаянная попытка купить свалку провалилась, безумный план выкупить участок вернуть цифровое богатство рухнул из-за безбилетных стен на бюрократических барьеров. Короче, odam sotib olgan, ish qilib, mana yo'qotib qo'ygan kriptovalyutasini diskda va mana shu musorxonani sotib olgan. Свалка куплена, счет опустошен. Короче, baribir o'xshamagan. Короче, sotib olgan svalkani, o'sha musorxonani sotib olgan, lekin baribir topa olmagan. Endi o'rniga biz shu ishni qilamiz. Kriptovalyuta. Nimaga tozalaymiz? Bilasizlarmi, mana tozalaymiz. Albatta, plyus bilan tozalaymiz. Hoppa. Xarosh, mana musorlarni ko'paytirib chiqamiz. No предмет, meshok 5 sent ekan, короче, turishi puchi $1. Nima bu? O, korobka 5 sent. Biz inventarimizga hozir yig'ib boraverar ekanmiz, keyincha sotsak kerak. Xuddi o'sha yer kavlash o'yiniga o'xshagan iDigging simulyatormidi? iDigging hole, короче. Nima? Plyus заполнен, короче, to'lib ketibdi. Короче, xo'p, endi ham kompyuter kelar ekanmiz, yeni bosamiz, hammasini sotib olamiz. $5 pulimiz bo'ldi va plyus mощностini ko'paytirsak bo'ladi, razmerini oshirsak bo'ladi va ichiga kirishini oshirsak bo'ladi. Hozircha balansimizda 5 bo'lsa, bitta ko'paytirib chiqaylik. Verovka, inventarini oshiramiz. Короче, xo'p, hammasidan oshirib chiqdik bitta. Mana nima ekan verovka? Nima bu kran? Ustiga chiqib ketdim. Просто takror otgan ekan, mana tortib ketyapti deb o'ylayman. Tepaga qarab tortib ketyapti deb o'ylayman. Do'stlar, bo'lmasam qani zo'r boshlab oldik. Menga yoqadi. Shunaqa o'yinlar, o'sha yer kavlash o'yinida ham esida bo'lsa, rosa gapirardim. Menga shunaqa raslar bilan ish o'yinlar yoqadi, tipa, nima deydi? Tinchlantiradigan o'yinlar, mazza qilib o'tirib olib, kavlab o'tadigan o'yinlar yoqadi. Ham tem bo'li video qilib, sizlarga ham ko'rsatib ketsam, men yanada двойной kayfda, 2 karra kayf bo'ladi. Hozircha inventarimiz pastda ko'rishinglar mumkin, pastda turibdi. Va nafaqat bu tovarlarni olamiz va kavlab yana nimadir topishimiz kerak qaranglar, chiqib kelyapti nimadirlar. Nima ekan endi bu desam? Yo'q, deyishim shart emas, o'z ko'rinib turadi, Abbos, nega vahima qilasan? To'ldidan inventarimiz va kompyuterga borib sotamiz. $9 va yana bittadan verovka. Nima ekan mana shu arqon lampa hozircha kerak emas. Verovka ham mana bu ekan. Pastda, ya'ni aytmoqchi, buni chiqarib keyin ishlatsa kerak edi. Bunday keyinchalik ishlatsa kerak buni chiqarib. Bo'lmasa, mana ochildi anchagina yer. Bunga ustini sal tozalab ketaylik endi. Musorxonada ham har xil muzillar yotibdi. Albatta, o'yin yoqadigan bo'lsa, layklar zo'r bo'ladigan bo'lsa, davom ettiramiz. Agar yoqmaydigan bo'lsa, bilasizlar, sekin tashlab ketamiz. Bu hali demoda ekan aytmoqchi, bu o'shani ham eslatib ketdim. Bu o'yin hali demo ekan, tekin Steamda. Bu bilan nima deydi? Bu bilan hali o'yin oxiriga chiqmagan. Endi chiqqan durami, endi demodan keyin nima qo'shish kerak? Qo'shadigan qo'shadi. O'shaning uchun hozircha prosta o'ynab yuribmiz. Albatta, One PC Gaming kanaliga obuna bo'lib ketish esdan chiqmasin. 400 taga obunachi bo'libmiz, lekin prosmotlar normal o'sib yotibdi. O'shanga hayron qoldim men. Xudo xohlasa yangiliklarimiz ham hali oldinda. Prosta takka ochib olmadik, prosta takka One PC Gaming qilib ochib ketmadik. Hali juda yangiliklarimiz bor.
Bu kanalda yana boshqa vloglarni ko'rishingiz mumkin, xudo xolasa. 5 tagina bo'pti. Nimaga tugamayaptimi? Ustidagi yer anaqani ustida. Hali tugatmadimmi? Ha, to'lib ketdi, bilasiz. $5. Короче, мощностini oshiraylik shuni. Razmerini ham oshir. Razmer nima? Ha, yer razmeri. Oladigan razmerida ko'rdim ham kattalashdi anchagina. Bu yoqda ham xuddi shunaqa edi. Degin yerga olishda ham xuddi shunaqa edi. Yana bitta hozir qilgan xatoyim, men har xil joydan olib yotibman. Birinchi men bilan terib oldik, kam bo'lsa bitta joydan bosamiz. Bitta joyga qarab yotib olamiz deydi. Ish qilib kredit olib bir yeri tek-tekida bo'lsa kerak har doimgidek. Endi o'yin oxiri shu bilan tugaydi keyin menimcha. $100 million bor ekan axir do'stlar. $100 million. Xastalikam nima u? 1 million emas. Ay to'ldi. Va anaqasini oshiramiz. Sig'may qoldi ko'proq. Yana bir xil narsalar. Yer yuzida endi shunaqa bir xil narsalar chiqaveradi, oddiy musulchalar chiqaveradi. O'shaning uchun biz o'sha pastga qarab otilishimiz kerak. Tashlab yuboraydi. Sotib yuboraydi. Va pastga qarab otilamiz. Mashinadan tushamiz endi. Ha, arqon bizni olib chiqib tepaga olib chiqib turadi, значит. Da, tushundim. Biz arqon shuni tepaga chiqib turishga yordam beradi, polni. Va pastga tushdik. Nima balonmi? Gaz balonmi? Ha, galon propanli balon ekan do'stlar. Kakras mashina taqib olardim. Nexia'mga benzin yuraman. Kim tashlab yuborgan ekan musorga tushunmayapman to'g'risi. Eng qiziq musorda ajratalardi-yu. Plastmassa alohida, temir alohida, yana bir ovqatli musorlar alohida, pomoykalar. To'g'rimi? Nimaga hammasi bir joyda yotib tushunmayapman. Hozir qarang. Joy to'ldirishi qanaqa bo'lar ekan? Bittadan to'ldiryaptimi yo ba'zi bir katta narsalar ko'proq joyga kelib turibdimi? Yo bitta to'ldi bu, xo'p. Bu ham bitta. Xo'p. Bu ham bittadan. Ha, ichiga qaranglar do'stlar. Nimaga boy to'p qo'yotganiga qarang, ichida qum ham to'p ketadi-da. Qarang, qumni chiqarib tashlashmi? Yo'q. Bu tortish, bu chiqazib yuborish. Qum ham to'lib ketganda, eng qizig'i. Inventarimiz pastida, mana o'yin taraf pastki burchakda, inventarimiz pastida mana ko'k chiziq ham bor. U qum u. Nimani oshiramiz? Albatta inventarni oshiramiz va bu mestimiz qumni to'lishi, qumni sig'ishi bo'lsa kerak. Mana qarang, bunday qilsa qum ham to'ladi. Hozir bu yerda qarang, hech nima yo'q. Слишком близко или слишком далеко. Mana ko'rdingmi? Qum ham to'p ketyapti pastda mana. O'sha inventar pastida. Shu qumga ham bir anaqa alohida qilish, e'tibor berishimiz kerak ekan. Ko'rdim, двойной bu yoqda inventar. Hozir ham alohida narsalar uchun inventarimiz bor va qum uchun ham inventarimiz bor. Chunki qum ham chiqib ketyapti-da ichidan, to'g'rimi? Qum bilan birga olamiz-ku. Nima ekan? Gaz balonmi yana? Oddiy musor ekanu, musor qop ekan. Biz ko'zimga boshqacha ko'rinib ketib qoldi magadir. Va eng qimmat shu bo'lsa kerak. Gaz balon bilan mana shu ikkalasi hozircha qimmat. Korobka. Xo'p. Buni ham olamiz. Darojniy znak, shuncha darojniy znak kim tashlab ketgan ekan ko'chaga? Ko'chaga dedim, musorxonaga. Pastga qarab olg'a jigar. Ha, aytmoqchi, metrda ham ko'rsatdi. Bu taraf, o'ng taraf tepada, burchakda, pastki emas, tepa burchagida u mashinaning shinasi $4 ekan. Buni olamiz. Va lampa ham olishimiz kerak. Uje qorong'ulashni ko'rgan bo'lsa, sezgan bo'lsa, qorong'ulashdan ancha. Albatta bitta maqsad qo'yib olaylik, bir 10-15 metrga tushamiz. Endi qanchalik endi uzoq bo'ladi bilmadim. Endi 10-15 metr просто hozir tushunmayapman. Uncha tushuncham yo'q. Ha, yo'q, qum to'lgan uje. Va arqondan chiqishimiz kerak, bilet chiqa olmayapman. Ha, chiqib ketdim. Oldini ochib qo'yishim kerak ekan. Короче, $14 ketdi va nimani kuchaytiramiz? Radiusini kuchaytiramiz. Yana bitta kuchaytiramiz, chunki buni kuchaytirmagandim shu paytgacha. Radius kattaroqmi yo tushunmadim qaysi radius? Hamsal oldini ochib qo'yamiz. Ha, to'ldirib qo'ysa ham bo'lar ekanda, qaranglar. Tushunmadim to'g'risi. Qumni tashlab qo'ydim. Hozir nima qildimmi? Aprilsos ikkita rejim bor. Tortadigan va chiqaradigan. Chiqaradigan bosib. Ha. Yo'q, to'ldirib qo'ysam bo'lar ekan. Tashqariga olib chiqib. Da. Davud, ko'rdinglar? Pastga sekin tushib olamiz. Ish qilib, jon ham bor aytmoqchi. Bular jon pastda mana, chap pastda. Ha, yo'q, naborotiga. Yig'adiganini olishimiz kerak-da. $1 gina pulim qoldi. Buni olamiz va nima balonmi yana? Da, balon. Aytmoqchi, lampa o'chib chiqib ketib qolibdi. Uje qarang, qorong'ulashib birpasda.
Bu ham anaqam da. Mazada zago zerikmaysizlar, mazza qilib aylantirib tekshirib o'tiraverasizlar-da. Mo'shisini oshirishimiz kerak. Kuchaytmayapti o'sha bu yoqda qaranglar, ancha sekinlashib qoldik. Ham og'irlashib ketdi qanaqadir bor. Arqonni ham uzaytirib turishimiz kerak har safar bilgan bo'lsa, chunki esinglar bo'lsa, arqonni ham uzaytirib turishimiz kerak. Nimaga? Chunki arqon o'sha tugadi mana bu yerda. O'sha pastga qarab ketadigan bo'lsak, o'sha arqonni anaqasi yetmaydi. Voy, bila, dahshat o'ylagan ekan bu o'yinni. Degan o'sha yerga olish o'yinlari ancha bu unaqa ekan, nima deydi, prоработанный ekan, nima deydi, ko'p narsani o'ylab chiqqan ekan. O'shanga qoyil qoldim va arqon o'sha qarang, arqonni ham kuchaytiramiz va lampa olishimiz kerak va mana buni ham bu yoqqa ko'paytirib tashlaymiz. Qolgan sotib olamiz mana. O'sha qum qat ketar ekan hozir mana produktni bosam qum ham tugab qoladi, eng qizig'i. Da. Arqonni kuchaytiramiz va bitta lampa. 3 ta lampa olib qo'yaveraylik. Da qolganiga pulimiz yetmaydi o'zi va pastga qarab olg'a bosamiz. Arqon atiga cho'k, o'sha tarsh ketdi arqon ko'rgan bo'lsanglar va 3 tagina lampamiz bor. Va arqonga qarab anaqa olishimiz kerak, nima deydi? Orientatsiya olishimiz kerak, qatga qarab kavlashga. Qara hamma arqonni oldi, qara hamma narsa 3 ta narsa chiqib keldi o'zidan, bitta joydan o'zidan. Mana bu zalotoy. Oyoq kiyim, botinka. Buni gravitatsiya yerga tortar ekan botinka, da yerga tortyapti bizga qanaqadir. O'shaning uchun maksimalni pastga qarab tortib ketamiz. Ketdi jigar pastga qarab. Пониженный gravitatsiya, ya'ni gravitatsiyani tushirib qo'ydi va bizga yerga qarab tortib ketyapti nabarotiga. O'shaning uchun ko'proq kavlab olsak bo'lar ekan shu botinka chiqqanda. Zo'r o'ylangan ekan, menga yoqdi o'yin. Menga yoqdi, bu stragam yoqsa bo'ldi, glavniysi o'shanga qarab davom etamiz, o'shanga qarab. Mana bu nima, balonmi nima bu? Yana znak. O'sha to'lib ketyapti. Hozir qaranglar. Mana bu bitta qo'yamiz. Ko'k ekan bu lampasi-da, shunaqa. Yer kovlaydigan lampada shunaqa bo'ladi. Ko'k, yashil, har xilcha bo'ladi va tepaga bitta chiqib kelaylik, sotib kelaylik. Mana nima? Bu yerga kerak emas. Musor ekan. Produkt $14 va kuchaytiramiz, albatta. Kuchaytiramiz va mana bitta lampani olib qo'yaylik. 48 sent pulimiz qoldi. 48 sent. Arqon tugab qolmadimi ish qilibdi? Arqon tugamagan. Yaxshi. Mana nima? Bu lampamiz o'tmoqchi. Bilaman, bitta xona ochildimi? Qaraqadir, nima bu teshik? Men xona topib oldim. Nima angarmi? Nima mehmonxona dedim men. Qanaqadir angarmi? Narsalar hamma shu yerda ekan. Mana nima? Yana nimadir topdim pastda do'stlar, nimadir ochilib ketyapti. Borgan sari tezlashib ketyapti o'yin. 4 metr atiga tushimiz. Bu o'yinda sekin ekan, tushish va balonlarni olamiz. Hamma narsa bitta joyda yig'ilib turibdi. Hozir gaz balon. Mana yana bitta gaz balonni olaylik, to'ldi anaqamiz, inventarimiz va biz olg'a tepaga bosamiz. Mana bu yerda nimadir joylar bordimikan, o'zi nimadir olsa bo'larmikan? Bu yerda nimadir ishlab chiqarishmi? Pulsos. Tushunmadim. Yana mana bunaqa pulsoslar bor ekan, skimmi pulsoski? Dahshat qilibdi lekin bu o'yin. Mana yaxshi olib ketyapti. Короче, yana tezligini kuchaytiramiz, o'sha pastga qarab ancha sakradik va ketdik. Mana hozir ko'zga ko'ringanini olib tashlaylik tez birinchi, keyin pastga qarab yuraveramiz. Mayda shu narsalarni olmaylik, mana gaz balonga otiladi. Mana balonga otil. Balonimiz mana musor chiqib keldi. Balonni bo'ylasam, mana balonmi, mana balon. $4 dan beradi shu mana. Bo'lar-bo'lmas musorlarga to'ldirmagan demoqchi edim. O'zi musor terib yuribmiz. Короче, yana balon mana. Mana bu kattaroq teshik ochaylik. Va arqon yana hali bor ekan arqonga, yaxshiligi. Chunki chiqishimizga hozir o'ylab turdim, hozir pastga tushib oladi. Nima ekan bu? To'g'ri bo'ldi, aytmoqchi. Men anaqa qarab yotaman, qumni anaqasiga qarab yotaman. Ibra chiqolmayaptimi? Qumniga qarab yotadim, davay 13 ta narsa, ko'proq balon terdik, $23 yaxshi va razmer. $10 ekan razmer, umestimiz. Verovkani ham bitta tushiraylik. Va razmerini ham oshiramiz, ketdik.
To'xta, men bilan ochib yuboraylik. Yaxshi. Bu virovka negadir bu tarafda qolib ketyapti. Yo'limiz bu yoqqa qarab ketdi, chapga qarab. Yana teshik ochildi men bundan. Nima ekan bu? Новое место mashina. Mashina? Do'stim, mashina bor ekanmi? Испытание свистогения. Секретный караул Леонардо или список покупок. Новый предмет продать на дороже. Asosiy predmet ko'rib, короче, 25% ga narsalarimiz qimmat bo'lib ketar ekan. Tepaga chiq, olg'a, tepaga olg'a, 25% ga qimmat sotamiz, tepaga chiq. Voy, bila chiqa olmayotganim qara, tugadi. Voy, Kris. O'shaning uchun men bitta ochib qo'yaylik, to'xta, men bitta ochaman. 25% ga qanaqa kupon chiqdi, 25% ga, ya'ni qimmatroq beradi narsalarimizni. Endi общий hisobda narsalar, tushunmay qoldim shuni. Общий hisobdamikan yoki har bitta terib olgan narsamizga 25% mikan? Tushunmay qoldim shunisini. Yo'llarim mana bunaqasiga ochib ketamiz. Bemalol tushishga. Kupon berdi, qanaqadir-da. Kuponda rasm ham turadi o'zi. Shuncha narsalar chiqib yotibdi, o'zi ham devorim yonimizda ekan. Va qumimiz to'ldi. Yana chiqa olmayapti. Qanaqasi? Yana bosishim kerak ekan. Probelni bosishim kerak mana. Hop, shunaqa chiqyapti, lekin dovdirab qoldi boya chiqa olmay. $57. Xarosh. Radius bu. Davay, cho'tki. Hozircha bitta lampani o'zi yetyapti. Keyinchalik agar mana qiladigan bo'lsak, lampalarimiz ham 3 ta lampamiz bor. Gaz balon. Xo'p, maoshlarni topdim. Maoshlarni nima qilishimiz kerak ekan? O'tgan safar o'sha mana shunaqa narsa chiqqanda ichiga kirib ketdim men. Bu qanaqadir shaxta bor edi ichida. Подушка-пердушка работает на бабах и плохих. Подушка-пердушка. Nima ekan? Gini bosam hozir aktivlashadi. O'shaning uchun biz hozir tushunmay turibman, nima qilishni bilmay turibman. Hozir yana nimadir qilib qolsa, moshinga o'tirib haydasam bo'lar balkim. Yo'q, bu oddiy mashina ekan. Men anaqa buldozermi deb o'ylayman. Bu oddiy mashina ekan, do'stlar. Atiga 8 metr tushimiz. Shuncha o'ynab, 17 minut o'ynab qo'yib 8 metr tushganman. Mana balonlarni olaylik, undan ko'ra shuncha balon yotibdi men bitta. Endi bu yoqqa konkret anaqa kerak endi uje. Ana qizil ekan bunisi yaxshi. Shu maoshdan bitta tushunmayapman, nima qilishni. Buni oldim. Qara. Просто to'g'risiga turib probel bosib bo'ldi ekan, bila shu $33. Xo'p, nimani oshamiz? Inventar oshiramiz. Lampa ishlatdik, bitta mali keyinchalik. Hozircha uncha ko'p kerak bo'lmayapti. Nariga o'yinda esida bo'lsa anaqa ishlatyaptik. Uchadigan orqamizda anaqamiz bor edi, ranets, jetpackimiz bor edi. O'shani ishlatib yurdik. Endi hozirchaga arqon ekan bu yerda. Realistik qilingan ekan bu yerda, ancha. Hop. Maoshdan balkim olsa bo'lar, qarang, ochib nimadir qilsa bo'lar. O'shanga qiziqib ketyapman. Maoshdan nima qilsa bo'lar ekan? Prosta yoki maoshda chiqdim, prosta mashinami, nima? Tushunmayapman to'g'risi. Mana davom etaylikchi pastga qarab. To'rttagina atiga shuncha to'lib bo'ldi anaqa qumimiz. Nimadir ochiladimi deyman, qarang, nimadir ko'k narsa chiqyapti. Arqon keldi, cho'tgacha kelibdi arqon. Sal chiqib oldik. Nimadir teraylik, 4tagina atiga, 6tagina narsa bo'ldi atiga. Yana balon. Yana xarosh. Koleskami nima? Qanaqa koleska? Velikan boz. Tomi ketdimi? Qanaqa koleska? Qancha chuqurroq tushgan sari Abbos men tom ketyapti. Prysos to'ldi qumi. Ketdik tepaga. 9tagina narsa terdik va $20. Verovkani tushirishimiz kerak, chunki o'sha tegi ko'rindi. Подушка-пердушкani bilmadim, ishlatish o'ylab turibman. Bitta o'tiraveramiz, hozir chiqib kelaveradi, bu yerda olaman desang. Undan ko'ra pastga qarab ketaverish kerak. Mayda shu narsalarga vaqtimiz ketkazmaylik.
O'shaning uchun pastga tushib oldim. Xo'p. Balon yana mashqdan bitta qiladigan bo'lsak, oson bo'larmikan? Ha, oson bo'lar ekan. Yaxshi bile. Narigi o'yinda adashmasam olmasdi yoki buzilib ketardi yo olmasdi. Lekin olmasligi aniq. Ya'ni nimadir ochildi, yana anaqa velosiped. Rosa ko'pchilik velosiped tashab ketgan ekanda. Ha, moshdan yana yo boyagi moshdan uch ko'rindimi? O'shanga tushunmay qoldim. O'sha moshda shekil. Yo. Nima? А, обнаружена новая машина. Yana mashina topding da. Teshoy batareyka, upgrade для настоящего фаната. Мощность mega высасывание. Ha, tezlashtirib berar ekan. Ishlab ketdimi? 10 sekundga deyotdi. Qanday ishlatsam bo'ladi endi uni? Men bitta bosib ishlatamanmi? Yo'q, qani ishlatadigan narsa. O'zi boy aktivlashib ketayotdi hamma narsa. Endi aktivlashman nimaga? Yo, aktivmi o'zi hozir. Yana velik. Nima qotdi? Ha, bu ham teshikmi? Ha, yana teshik topdik, yana yo'lakcha topdik. Prilosimiz to'ldi albatta va men bitgan bitta o'pishdi ekan bu. Zo'r ketdik lekin o'zi necha metrga ko'ra olmadim lekin to'g'risi. 35 ga ketdi. Bitta lampa olamiz chunki lampalarimiz borgan sari kamayib ketdi. $50 ekan o'sha mощность. Ketdik, короче, jigar. Mana boyagi mashina. Xo'p. Yana velikmi deyman-da, yana velik. Sendvichmi? Patatilni sendvich. Найдем между двумя покрышками. Пахнет. Ha, deshoy batareyka endi ko'rin deshoy batareyka. Endi ishlatsam bo'ladi deshoy batareykani va yana nimadir berar ekan. Mana kuponmi? To'da birinchi tervorlik keyin kuponni olamiz. O'sha tegi ko'rinmayapti anaqani. Yaxshi. Haligacha hali bor, ancha bor. Hozircha biz просто anaqamiz kam, inventarimiz narsa kam hozir. Mana bitta bor edi, aytmoqchi, nega bu yoqqa kirmadim? Mayda juda narsalarda bari bu yoqda. To'qqiztagina narsa bo'ldi, yana balon. Короче, yana realistik narsani sezdim. Qaranglar, lampalar oddiy osilib turmayapti. Qaranglar, o'zini simi tortilgan. Qaranglar, o'z simi tortib ketdi tepaga qarab. Bitta ma'mil sim yo'q, endi bu chekada yetimib qolib ketdi. Balkim bordir. Ko'rish kerak. Yo'q ekan. O'zi turibdi faqat. Yer qatdan sim topibdi endi bunga. Bitta xana pastga qarab olg'a. Balon. Ya qimmat narsalar chiqmayapti endi. 14 ta bo'ldi narsa. Mana men bitta ollik-da, to'xta. Qana tepaga chiqib olsam bo'lar ekan mashina ustiga. Voy bilan chiqa olmayapman, to'xta. Chuqurroqqa oling. Chiqa olmas ekanman rostdan ham. Ketdi tepaga. O'sha necha metr? Voy, yana metrga qaramayman do'stlar. Shuncha ishlab metrga qaramaganim qara. 37, короче, nimaga buni oshirib bo'lmayapti? $90 pulim bor-ku o'sha. Увеличить скорость. Ha, следующий уровень. Qachon? Mana hali uringa uchun $150 yig'ishim kerak ekan. Mana yig'amiz, 90 bo'ldi o'sha. Hozir 25 soat ishlatadigan bo'lsam, yig'iladi birpasda. Ha, jon ketdi. Shu ich ketmayapti deb turdim. Ketdi oxiri. Ha, nega ishlatordim? Abbos, voy, bilan ishlab ketib qolganini qarang endi buni. Bilaman, hozir ishlamaydi, просто shunchalik men olaman deb, men bunga o'xshab batareykaga o'xshab olaman deb turdim. Unaqa bo'lmadi. Bo'pti, mashina xatlab sotib ko'rdik, 25% qimmatga. Men buni ilib ketdim, korobkani. 5 sekund vaqtim qoldi, qani. $6 bo'ldi o'zi. Kupi saskit ekan. Bunisi boshqa ekan do'stlar. Kupi ekani bu. Bunisi kupi ekan do'stlar. Tepaga chiqib ketsam bo'ladim. Tepaga chiqib ketib qoldim. Bagmi yoki bu? Kupi ekan do'stlar, bir adashib ketdim to'g'risi. Kupi ekan. Men naborotga deb o'ylab turibman. Qani, batareykani ishlatamiz, ketdi. Mощность ultra высасывание, ultra tezlikda balonlar, yana mashina. Qaror pastga qarab ketdi. Pastga qarab ketdi. Yana mashinam nima bu? Tualet. Yo'q, bu tugadi. Tugadi. Ichkariga tashab qo'yamiz. O'sha arqon ham yetib keldi. Yana nima, koleska, teleshka ekan. Yana qanaqa joy topdim. Bu joylar nimaga chiqib kelyapti? Men shuni bor.
Bu chalg'itish uchunmi yo nima yo'ldan urish uchunmi? Teleshkani, yana velosiped, endi chiqmaganini qaradi. Yana mashina bor. 19 metrga tushib qo'ydi. O'z maqsadimiz ham do'stlar shu edi. Xudo xolasa video yoqadigan bo'lsa, albatta oxirigacha o'tib qo'yaman bu o'yinni. Kimga yoqadigan bo'lsa, bo'lsa o'tib qo'ying, yoqdi deydiganlar bo'lsa-lar, layklar ham zo'r bo'lsa, obuna ham zo'r bo'lsa do'stlar, xudo xolasa men o'tib qo'yaman. Endi o'tib qo'yaman deganda, u men narsani topdim. Podushka работает на baba и play. Jon beradigan narsa edi, bu sezuvdim. O'tib qo'yaman do'stlar albatta. O'tib qo'yaman degan o'zim alohida o'tib qo'ymayman, video chiqaraman xudo xolasa. Bo'lmasa sizlar bilan abbozda bo'ldi, narsalarimiz so'rib ketibdi. U keyingi o'ringa hali ozgincha qoldi. Bo'lmasa hammaga rahmat. One Piece Gaming kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bo'pti.